nima qilib Mana shu tog'amizni ko'ryapsizlar, mana shu tog'amizni press qiladigan, ya'ni musirlarni press qiladigan narsa apparat qisib qolib vafot etdilar. Akalar opalar ko'rib turib kechasi bilan yig'lab chiqdim-da. Qaranglar qanday achinadi. Mana shu temirning ichida 7 soat qolib ketganlar tog'am vafot etdi. nima qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding? Meni tushunmaydi, jamaatingizga Kelopalar, bu er xotinning farzandlari ham yo'q, hech kimlari yo'q. Agar kimning qo'lidan kelsa yordam beringlar, Alloh yo'lida savob uchun. Akamizni haqqiga duo qilib qo'yinglar. Ko'ryapsizlar, 58 yoshda farzandlari yo'q, ishlagani hajga boramiz deb niyat qilib kelganlar ekan, turmush o'rtoqlari vafot etgan, ko'rib turibsizlar. Akalar, kim qo'lidan kelsa yordam beraman desa, mana ekranga onaxonimizning o'zlarining kartalarini qo'yamiz. Telefon nomer qoldirdik. Shu nomerda Sberbank karta bor. Oyisha Aralova bo'lib chiqadi. Likey